Davom etamiz. Navro'z yangilanish, iliqlik, farovonlik va birlik ramzi. Bu yil bayram munosabati bilan Pepsi kompaniyasi tomonidan ham keng ko'lamli bayram tadbirlari o'tkazildi. Joylarda poytaxtimiz aholisi hamda mehmonlari uchun sayllar tashkil etildi. Tadbirlar davomida milliy an'analar, zamonaviy ko'ngilochar dasturlar bilan uyg'unlashdi. Sumalak sayli va mashhur san'atkorlar ishtirokidagi konsert namoyishlari mehmonlarga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashdi. Hozir shu haqda. Pepsi Dream Park bilan hamkorlikda 20, 21, 22 mart kunlari boy va unutilmas dastur taqdim etdi. Bayram kunlari sumalak sayli, dorbozlik chiqishlari, kulolchilik va rassomchilik bo'yicha master-klasslar, bolalar uchun akvagrim hamda mashhur san'atkorlar ishtirokidagi konsert dasturlari mehmonlarni xushnud etdi. Ziyoda, Jahongir Poziljonov va Bojalar guruhi, Shohrux hamda boshqa yulduzlar ishtirokidagi gala konsert shodiyonaning eng kutilgan tuhfasiga aylandi. Double Touch jamoasi, Sho'x bolalar hamda yoshlar milliy xor jamoasining chiqishlari esa bayram sayliga xos muhit yaratdi. Bundan tashqari 21-22 mart kunlari Pepsi barchani Taras Shevchenko gastronomik ko'chasida o'tkazilgan yana bir bayramona tadbirga taklif etdi. Ushbu manzilda ham jonli musiqa, orkestr, yulduzli chiqishlar, sumalak pishirish va tarqatish, milliy raqslar, ko'ngilochar dasturlar yurtimiz aholisiga hamda mehmonlarga zavq bag'ishladi. Bayramlar bilan tabriklaymiz. Navro'z bayramlari hammaga muborak bo'lsin. Pepsi Navro'z bayramida o'tkazilgan tadbirlarni nafaqat qo'llab-quvvatladi, balki bahoriy kayfiyat, quvonch, haqiqiy bayramona boy muhit shakllanishiga ham xizmat qildi.